Navaramni Saodatni chaqirdi, oyoqlarida defekti bor edi nabiramni. Chunki juda ham oyoqni kasalapi bosdi. Bularni qilgan masajlari bizga yoqardi, chunki oldingi navaralarim ham oyoqlarini bular masajlar qilganlar. Oyoqlarida ularning ham defekti bor edi. Hozir o'shalar juda ham chiroyli bo'lib, yaxshi yuradigan bo'lib ketdi. Shuning uchun endi bu kichkina navaram ham oyog'i shunaqa ozgina defekti bo'lib qoldi. Keyin biz nima qilamiz, buni doktorlarga olib chiqsak, albatta masaj olishinglar kerak dedi. Keyin biz Saodatga murojaat qildik. Saodat, keling. Shunaqa Muhammadni oyog'i mana shunaqa bo'lib qoldi, yaxshi bosmayapti, oyog'i qiyshayib ketyapti. Keling, shu masaj qilib qo'ying. deb biza iltimos qiluvdik. Baraka topsinlar, Saodat kelib vaqtlari ayami shu nabiramni oyoqlarini juda ham chiroyli qilib masaj qilib beryaptilar. 1-2 kunlar rosa yig'ladi. Yoki o'rgan biza minnatdor, biza juda ham yaxshi, bu rezultatlari yaxshi bo'lyapti. Baraka topsinlar. Qo'sqo'llari dard ko'rmasin. Yo'dimga kelganlarga kattakon rahmat Saodatga.